Assalomu alaykum Xorazm E'lonlar kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Sputnikga keldik. Ya'ni Navro'z shaharchasi. O'ng tomonimiz 31-maktab, Go'rintur tupoqsasi, chap tomonimiz Ruhiy kasalliklar shifoxonasi obunachlar. 28-18 marsrutlari din minutadan Podключ 2 qavatli, umumiy maydoni 175 metr kvadratli bo'lgan, faqat kiyimga chekisini olib yurib yashaydigan hovli joy zudlik bilan sotiladi obunachilar. Qo'ldan kelganicha obzor qilib beramiz, videoning oxirida narxlarni aytib o'tamiz. Joylarimizning fundamentlari ham baland olingan. Beni quyilgandan tashqari joyni fundament deyilamiz obunachilar. Bu yon tomonda o'zining agarodlarına ega, manzarali, mevali daraxtlar eksangiz ham bo'ladi yoki shu nazvoylarni chiroylatib ekib qo'ysangiz, приятный kelib turadi obunachilar. Eshiklarni sifatlisidan qilingan, kanalizatsiyalar tushirilgan, travertindan chiqqan alikofollar bilan ishlangan bo'ladi obunachilar. Ko'chalarni dosh do'shalgan, endi ertang tug'ilgan kun to'y bo'lgandan 2 mashin bemalol o'tib qaytadi obunachilar. Ya'ni istaganlar ham bemalol mashinalar ham qo'ysa bo'ladi. Maktab, bog'cha, klinika, bozor, marketlar ham yaqin joyda joylashgan bo'ladi obunachilar. Menimcha ko'pchilik tushundi, endi ichkarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Hovli joyimizga giraverish bo'ladi obunachilar. Dalamdan shunday giraverish deyishning dachik divideniyali zinalar qo'yilgan. Shunday oyoq bosganingiz bilan yonib ketadi ostasi ekan obunachilar. Kattasidan bir lyustra ilingan. O'ng tomonimizda rakovina joylari bo'ladi. Giraverishimizda bu yon tarafimizda bir uголокlarni qo'yib turib, televizorli uchun joylari. Mo'yshi oboydan chiqarilgan ochiq svetdagi, keling birinchi o'ngidan boshlasak, bismillah. Zal bo'ladi. Mehmonxonamizda shunday 2 dona oyna. Birinchi qavatimiz 100% teplый poldan chiqarilgan ekan. Qo'shimchasini registr uchun shuning toshkalarni tashalgan, agar registrda qizdiraman degan bunachalarimiz bo'ladigan bo'lsa. Ramka uslubidan foydalanilgan 100% mo'yshi oboy ertang bolalar oqtiqlar bir chizadigan bo'lsa, yozadigan bo'lsa, bemalol yuvib so'yilib ishlatilaveradi. Ustlari galogenlar bilan ishlangan, qo'shimchasini lyustra ilingan, akkuratni obunachilar. Endi bir konditsioner qo'yib beradigan bo'lsangiz, bu ham bir rozetka qo'yib beribdilar obunachilar. Xo'p, hamma narsasi tayyor. Zinalar ham lekin sifatlisidan qo'yib turadi, obunachilar. Belari galogenlar bilan bu yerda mayda-chuyda vajansini qo'yish uchun joylari bo'ladi. Uголокlarni qo'ysangiz, bu yerda bir televizor qo'yasiz. Me'morlar keldi gittisini bilmajay. Spalni xonamiz birinchi qavatimiz uchun. Spalni xonamiz razmeri 5 metr 3 metrda bo'ladi. Mo'yshi oboydan chiqarilgan, yonboshlari galogen va bog' tomonidan qaragan oynasi bo'ladi. Niyat etgan obunachlarimiz bir like ni bosib qo'ying, inshaalloh kamida 2025 ni o'zida shunday joylardan nasib qilsin. Berimiz teplый pol. Birinchi qavatimizni sanuzel obunachilar, berimizdan teplый pol bo'ladi. Yonboshlari, pastlari polniy kafel. Yo'shingiz mumkin. Rakovina qo'yilgan, unitazi qo'yilgan, vannalar qo'yilgan, simisichilar ham yaxshisidan qo'yib o'tilgan. Maydalash ketdi demanglar, qo'ldan kelgancha endi sizlar gelning bo'lasizlar-da, shuni aytib bersak. To'rinda kuxnyasi, fartuqlar ilingan, duh konturni stabilizatorlari, hamma narsalari qo'yilgan. Ehtiyojsiz podval ham bor, mayda-chuyda banka, kam foydalanadigan vajansi qo'yishingiz uchun. Qo'shimchasini yana bu yerga registr qo'yib o'tilgan bo'ladi obunachilar. Xo'p, berimizda faqatgina bir mebel kam obunachilar. Kelishadigan bo'lsanizlar, xudo xolasa ichida qilib berishga harakat qiladilar. Videoga bir like ni bosib qo'ying. Endi bog' tomonidan chiqamiz obunachilar. Bog' tomonidan chiqadigan bo'lsak, bemalol yozni kuni topchan deysizmi, yozgi hojatxona deysizmi, shular uchun ham joy bor. Katta agaroti bor. Fundamentdan balandligini alohida e'tibor etasiz. Birinchi qavatimizni menimcha bir 80% pishgan karushdan qilingan, ikkinchi etajda aralash obunachilar. Agarot to'rinda ishning joylari bor, steyshga qilingan. Xohlasangiz kattaroq steyshga qilib turib, yozning kuni bolalarga basseyn qilib bersangiz ham bo'ladi, yoki ota-onalar uchun besetka, topchan qo'yib bersak ham bo'ladi ekan. Endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatga yo'l olamiz. Xohlasangiz kredit chiqarsangiz ham bo'ladi, ya'ni 50% ni berib, 50% ni kreditga chiqarib bersangiz ham bo'ladi obunachilar. Hozir ikkinchi qavatga ko'tarilmasdan albatta mayda-chuyda vajlarni obzor etib beramiz. Shulardan birisi aytib o'tganimizdek, dachik divideniyali zinalari bo'ladi obunachilar. Shunday chiqishimizda biz yonib ketaveradi. Xo'p, berimizda bir to'yxona qo'yilgandan bir lyustra qo'yib o'tilgan, yonboshlari galogenlar bilan obunachilar. Chiqarishimizda umumiy 3 dona xona, 1 dona sanuzel, birsi spalni, birsi zal, 2 spalni. Chiqarishimizda zal ustidan zal bo'ladi obunachilar. Razmerlar ham bir xilda olingan. Bemalol 12 odam ustarkasini qo'ysangiz, sig'dira olib biladi obunachilar. 2 registr qo'yilgan. Ikkinchi qavatimiz registr bilan qizadi. Ya'ni shunday manzara paydo bo'ladi bizda ikkinchi etajimizda. Va eng qizig'i balkoni bo'ladi. Ro'para joylashgan. Yana qarama-qarshi. Men endi doktor, davlat idora tashkilotida ishlaydigan og'alarimiz, ko'pchilik qo'ng'ishlar GM Euro uylari bo'ladi, ko'pchilik biladi.
shulardan birisi. Bu yanımız maktab. Eng azi dinch, eng hadovoy shahrimiz o'sha Sputnikga qarab kengayib borgan yerlardan birisi bo'ladi. Menimcha dumzo'r yerda joylashgan. Xudo xohlasa bu yerlar sotilib ketsa, keyinchalik plan topib bo'lmasa kerak bu narx obunachilar. Xo'p, navbatdagi xonani obzor qilib beramiz. Obunachilar biza e'lon qilgan joylarimizda hech qanday o'rtada posrednik bo'lmaydi. Doğrudan-doğru joyning egasini bog'lanasizdan kelishib xarid qilaverasiz. Albatta bu aytilgan narxi aytilishi kelishib beriladi. Ikkinchi qavatimizniki dush ekan obunachilar. Dush stilida havo aylanish uchun ventilyatsiya qo'yilgan. Bu yerda yana unitazi. Maklerda, mana shu vaziyatda o'rtada ham foizdan vaj olinmaydi sizlardan. O'zi to'g'ri joyning egasini chiqasdan, joyning egasi bilan bog'lanib to'g'ri kelishib olaverasizlar, xudo xolasa nasib bo'lsa. Baribir ustimda kelib ko'rib ko'ngilga o'rnidan bo'lsa, xudo xolasa sizni niyat, orzu qilganingizdek bo'ladigan bo'lsa, maqsad qilganingizdek bo'ladigan bo'lsa, albatta joyning egalari palon so'm deysiz, inshaalloh xudo xolasa agar savdo pishadigan bo'lsa, bir xavoratib qo'yasiz. Umumiy maydoni 175 metr kvadratlik hovli joyimizning narxini keladigan bo'lsak, $75,000 davlatlar. Tagidat ko'p musobaqa bektorlar yo'q. Faqat 1 so'm 2 so'm foyda deb $72,000 tushirib bildik. Endi so'mda chaqaverasizlar, kakras hozir dollarni tushgan vaqti. Ekrandagi nomer orqali mulk egasini bog'lanib kelishib xarid qilishlaringiz mumkin. Bugun dollar kursi 1,200,000 so'm bo'lib turibdi ekan, xudo xolasa. Shuna qarab hisob-kitob qilaverasiz. Salomat bo'ling.